sizlarga uchrashuvimizni ochib ko'ramiz. Kimda masala bo'ladigan bo'lsa, navbat bilan murojaatlaringizni yozib, iloji boricha ijobiy hal qilishga harakat ko'ramiz. Rais bu sizlar nima masala? Kim? Sattor bo'lib bu jariga. Rahbar G'uriyev sayyor. Bo'lish. Ana shu mavsumga qanday olmoqchimiz? Prezident qaroriga muvofiq. Qaysi kamaydi? Patent kamaymi? G'alla o'shamaydi. Rais bunu hozir o'rganib chiqib, tegishli sizga xulosasi. Nega bersangiz so'raymiz. Rahmat. Bana zarf yoktu. Araklı mahallesinden. Sabahlı çalışırken gittim olmaktaydık. Sabahçılık günü açıp çalışırken taşıdık. Şimdi aramı yolda değişik soruyoruz. Qancha yordam ekan? 50 milyon. 50 million so'm. Buni shartini bilasiz, o'zingiz band qilgan holda Shunday. 50 million so'm bilan chorvachilik yo'nalishida. Qaysi mahallasi? Bunyodkordan Xormolada o'zlayapti. Uyda bekorchilikdan masalar borda Nechi pul olasiz? 45 million. O'zingiz band qilasiz, o'zingiz nomingiz bo'lyapti. Bo'pti, rahmat sizga, salomat. O'tiring. Sodiq Azizova Qaraq mahallasidan. Chorva mollar olmoqchi edim. O'zim band qildim 12 ming.